Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Quyonxonadan qisqacha obzor. Shxikol bolalagan. Oddiy quyonga qo'shilgan. Bolalari 35 kunlik bo'lib qoldi. Yana 10 kundan keyin ajrataman. Hammasini zo'r katta qildi. Bu quyonimiz Germli. Rosa sho'x. Samis. Mana bu yerda ham quyonimiz. Milop, fransuskiy paran. Bu samka. Mana shunga samis topishim kerak, bo'g'oz qilgan. Xarakteri sal og'irroq. Mana shunday qotib turadi. Bu yerda ham bu Almaskin Plus. Xarakteri zo'r. Fransuskiy paran. Bu yaqinda tug'gan. Ikkita tug'di. Bolalari ertaga 3 kunlik bo'lishadi. Joyga chiqishni boshladi. Ko'rsatmasam. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bu yerda oddiy quyon. Strakatchi o'xshamagan varianti. Damashning bo'lib ketgan varianti. Bu ham faqat ustoz o'g'ini bilish uchun olingan. Zot uchun emas, go'sht uchun ham bo'ladi. Qanaqa bolalashni ko'rgani praktika maqsadida olib ko'paytirilgan. Bu 8 ta tug'di. Yo'q, uzr adashdim. 10 ta tug'di. Ikkita bolasini o'ldirib qo'ydi, bittasini bosib, bittasini nimjorat olib qoldi. Mana bu yerda bittasi qolgani proteinnikida. Mana qolgan quyonchalar bu yerda. Chunki yog'li olishgan. Ko'rsatmasam yaxshi katta qildi lekin. Bu yerda burguntlarimiz. Bu sankasi. Bular 4 oylikdan o'tdi. 5 oyligiga qarab ketyapti. Holatlari yaxshi. Bu yerda samisi. Bu yerda samisi burgunt. Rosa ikkalasi ham sho'x. Sal qolyapti, inini buzib ketishga. Mana shulardan nasl olish maqsad bor. Xudo xolasa, inshaalloh. Xullas qisqacha quyonxonaning obzori. Hozircha shu quyonlar. Bu yerda ham bitta samis bor edi. Uni berib yubordik. Mana shularni otasi edi. Shu quyonchalarni. Bu quyonchalarni ham yaqindan ajratamiz. Ancha katta bo'lib qolishdi. Vaksinasi qilinadi. 22 teng. Qurtlarga qarshi, tashqarisi, ichki qurtlarga qarshi 22 teng. Chumaga qarshi vaksina uriladi, ajratiladi. Bundan ham katta ferma qilish niyat bor, xudo xolasa. Bular faqat bu quyonlar hammasi praktika maqsadida olingan. Ustoz o'g'ini ko'rishga, bolalash qanaqa, misol uchun karliklardan qanaqa foyda qiladi, damashni quyondan qanaqa foyda qiladi, xikoldan, burguntdan, hammasi bitta-bitta praktika maqsadida olib ko'rilgan quyonlar. Germlidan xuddi shu. Endi ko'rilyapti. Hammasi ko'rilgandan keyin faqat ikkita dona yo bitta dona zot olib qolib, o'sha zotni ko'paytirib katta ferma qilish maqsad. Maqsadimiz faqat shu. Qo'ldan kelgancha qo'l bola qilib qurilgan hamma inlar. O'zim qurganman. Mana shu quyonchalardan o'rganib ko'rib, ularga Royal Fit ko'rim beriladi. Universaldan. Shular bilan boqilyapti. Orada sabzi 4-5 kunda bir haftada bir sabzi beraman, beda beraman. Faqat Royal Fit ko'rim. Suvlarga keladigan bo'lsak, hozir bolalarga молочный kislota 30 kunga to'lganida Baykox oshqozoni ichalari yaxshilashiga, hazm qilishiga, profilaktikani oldindan qilib qo'yildi. Endi 2 oylik bo'lishganda bitta yana Baykox berib oladi. Hozircha shu. Bu quyonchalar ham katta bo'lib qoldi. Ancha. Bular 24 kunlik bo'lishdi. 24 kunlik bo'ldi. Onasi yaxshi qarayapti, ko'rsatmasam. Faqat sal asabiyroq onasi. O'zi xarakter bo'lishi mumkin. Shunda qo'lingizni o'tasiz tashiydi, bolalarni himoya qilib. Hozircha shular. Yana yengilliklar bo'lsa, yana video qilamiz, xudo xolasa. Like aymanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Bundan ham qiziqroq videolar chiqadi, xudo xolasa. O'sha quyonxonada nima bo'lyapti, nima o'zgarishlar bo'ldi, nima yo'qotishlar bo'ldi, qaysi quyonni nechta tug'di, hammasini obzor qilib, mana shu Instagram kanalimizga joylab boramiz. Like, podpiskani unutmanglar. Hammanglarga kattakon rahmat.